Otni nomi nima edi? Fatih. Fatih. Necha yoshda? 7 yoshda. Kim chopayapti? Hatta Endi chopadi-ya. Ha, yangi otlar bormi? Yangi otlar kelyaptimi? yangi otlar kelgan. Yangi otlar ko'rsatsangiz olib qo'yar edim. Ha, ekan, falon yaxshimisiz? Bu qanday ot ekan? Mana yangi ot. Yangi ot, qarajo'li, mana yangi ot. Otni nomi? Ha, hali ism daji qo'yilgan yo'q ekan. Juda rangi ham chiroyli ekan. Necha yoshda ekan bu ot? Bilmaysiz. Kimga keldi? Xolmamat Qarajing'ildan, ha? Xolmamat akamizga kelibdi Qarajing'ildan. Kim chaqiryapti dedi? Mana Qarajing'ildan polvon akalarimiz, otvoz akalarimiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana brilliant. Shuni YouTube'ga kirib brilliant desangiz, barcha marralari chiqadi, xudo xolasa ko'raverasizlar. Ana polvon akalarimiz, charchamayapsizlarmi? Harakat qilyapsizlarmi? Bir ikki og'iz so'z aytib qo'ysalaringiz. Gapiring, katta bo'lsayapti. Alvoy gapiring. Qanday ob-havolar qanday bugun? Ob-havolar zo'r, sayl bo'ladigan bo'ldi bugun. Tomoshabinlarga bugun mazza bo'ladigan bo'ldi. Ana, Rossiyadan ham kuzatyapti-da, o'zimizni tovuqlarni ko'rib bir mazza qilyapti mana. Hamma eson-omon chovib ketsin ish qilib. Ha, mana aytganingiz kelsin. Sizlarning omadlaringiz bersin, polvon akalar, charchamangizlar. Xudo xolasa bo'ldi, gap yo'q. Aka, marralar kutib qolamiz-a bo'lmasa? Kim chopayapti bu yilga? Xursamurod. Gap yo'q, kutamiz.